Eng so'nggi yangiliklar bilan Dunyo Digest e'tiboringizda. Biz doimgidek global maydondagi muhim yangiliklarni sizga taqdim etamiz. Demak, boshladik. Allohu akbar. Wala mujahida wala Pakistan busur wala. Pokiston Afg'onistonga ochiq urush e'lon qildi. Mamlakat poytaxti Kobulga aviazarbalar berildi. Afg'onistonning Tolibon hukumati 26-fevral kuni Pokiston bilan chegarada Islomobodga qarshi keng ko'lamli hujum boshlanganini e'lon qildi. Harakat rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid hujumlar Pokiston harbiy doiralari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar va isyonlarga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. Pokiston tomonidan tunda amalga oshirilgan hujumlar esa Tolibon harbiylarining Islomobodga qarshi keng ko'lamli hujumiga javob ekani ma'lum qilindi. Bu ikki davlat o'rtasida davom etayotgan ziddiyat oxir qurolli mojarolarga aylanib ketdi. Ayniqsa o'tgan 1 yil davomida Pokiston va Afg'oniston o'rtasida bir necha bor qurolli to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Pokiston tomonining asosiy e'tirozi Afg'oniston tomonidan turib Pokistonga qarshi faoliyat olib borayotgan guruhlarning mamlakat xavfsizligi uchun tahdid solayotganidir. Pokiston 27-fevral kuni tunda Afg'onistonning Kobul va Qandahor shaharlariga aviazarbalar berdi. Bu haqda hukumat rasmiysiga tayanib BBC xabar berdi. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif mamlakat har qanday tajovuzkor niyatni yo'qqa chiqarishga to'liq qodir ekanini aytdi. Vatanni himoya qilish borasida hech qanday murosa bo'lmaydi va har qanday tajovuz munosib javob bilan kutib olinadi, dedi u. Pokiston bosh vaziri matbuot kotibi Musharraf Zaydiyga ko'ra, hujum oqibatida hozirgacha 27 ta Tolibon harbiy posti vayron qilingan, 9 tasi egallab olingan. Shuningdek, 80 dan ortiq tank, artilleriya va qurolli transport vositalari yo'q qilingan. Zaydiy hozirgacha 133 nafar Tolibon a'zosi halok bo'lganini, 200 dan ortiq kishi yaralanganini ma'lum qildi. Pokiston mudofaa vaziri Hajava Asif Tolibon hukumatiga qarshi ochiq urush e'lon qildi. Pokiston mavjud vositalar va do'stona mamlakatlar orqali vaziyatni normal ushlab turish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. U to'laqonli diplomatiya bilan shug'ullanadi. Sabr kosamiz to'ldi. Endi siz bilan bizning oramizda ochiqdan ochiq urush ketyapti, dedi Asif. So'nggi harbiy harakatlar davomida har ikki tomon bir-biriga katta yo'qotishlar yetkazganini da'vo qilmoqda. Pokistonning hujumi 26-fevral kuni Tolibon harbiylarining Islomobodga qarshi keng ko'lamli hujumiga javob bo'ldi. Ma'lumot o'rnida Pokiston 21-fevral kuni kechasi Afg'onistonda jangarilarga qarshi bir nechta havo hujumlarini amalga oshirganini ma'lum qilgandi. Tolibon hujumlar oqibatida o'nlab tinch aholi halok bo'lgani va yaralangani, ular orasida bolalar ham borligini ta'kidlagan. Shuningdek, mazkur hujumlarga javob berishga va'da bergandi va 26-fevral kungi hujum buning natijasi bo'ldi. Pokiston xalqaro hamjamiyatni Tolibon hukumatiga o'z tuprog'idan boshqa davlatlarga qarshi foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha Doha kelishuvi doirasidagi majburiyatlarni bajarishga bosim o'tkazishga chaqirdi. Pokistonda so'nggi yillarda jangarilar zo'ravonligi kuchayib bormoqda. Ularning aksariyati Tahriki Tolibon Pokiston va Balujiston separatist guruhlari bilan bog'liq. 2021-yilda Tolibon hokimiyatga qaytgach, Pokiston Tahriki Tolibon Pokiston jangarilari Afg'oniston hududidan turib harakat qilayotganini da'vo qilmoqda. Bu ayblovni guruhning o'zi ham, Afg'oniston hukumati ham rad etib kelmoqda. AQSh Eronga yadro dasturi bo'yicha keskin talablar qo'ydi. AQSh delegatsiyasi Jenevada o'tayotgan muzokaralar chog'ida Eron tomoniga o'ta og'ir talablarni qo'ydi. Bu haqda The Wall Street Journal nashri jurnalisti Alex Wardga tayanib Haqqin.uz xabar berdi. E'lon qilingan hujjatga ko'ra, Amerika tomonining pozitsiyasi quyidagi asosiy punktlardan iborat. Birinchi, Eronning 3 ta asosiy yadro markazi, Fardo, Natanz va Isfahon obyektlari butunlay yo'q qilinadi. Ikkinchi, shu vaqtgacha to'plangan barcha boyitilgan uran zaxiralari AQShga topshiriladi. Uchinchi, cheklovlar doimiy xarakterga ega bo'ladi. Bitimda hech qanday amal qilish muddati bo'lmaydi. To'rtinchi, Eron hududida uranni boyitish jarayoni to'liq to'xtatiladi. Faqatgina bitta istisno. Tehron tadqiqot reaktorini saqlab qolishga ruxsat berilishi mumkin. Beshinchi, dastlabki bosqichda sanksiyalar minimal darajada yumshatiladi. Cheklovlarning keyingi bosqichda olib tashlanishi faqat Eron barcha shartlarni
uzoq muddat davomida so'zsiz bajarganidan so'ng ko'rib chiqiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp avvalroq agar muzokaralar natija bermasa, harbiy variantlar ko'rib chiqilishini bir necha bor ta'kidlab, mamlakatga hujum qilish bilan tahdid qilgan. Ayni damda Washington Yaqin Sharq va Yevropadagi bazalarga 150 dan ortiq harbiy samolyotni joylashtirgan. Bundan tashqari USS Abraham Lincoln va USS Gerald R. Ford aviatashuvchilari mintaqa tomon harakatlanmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Pxenyan AQSh bilan munosabatlarni yaxshilashga qarshi emasligini, biroq bu Washingtonning dushmanlik siyosatidan voz kechishga bog'liqligini ma'lum qildi. Bu haqda The Korea Times xabar berdi. Koreya Mehnat partiyasining 9-qurultoyida so'zga chiqqan Kim Chen In AQSh bilan aloqalar istiqboli butunlay Amerika tomonining pozitsiyasiga bog'liqligini ta'kidladi. Agar AQSh mamlakatimizning konstitutsiyasida belgilangan amaldagi maqomini hurmat qilsa va bizga nisbatan dushmanlik siyosatidan voz kechsa, bizda ular bilan kelishmaslik uchun sabab yo'q. Tinch totuv yashash yoki abadiy qarama-qarshilik. Biz har ikkala variantga ham tayyormiz. Tanlov esa bizga bog'liq emas, dedi Shimoliy Koreya rahbari. Siyosiy tahlilchilarga ko'ra, bu bayonot Washington bilan muloqot eshiklari ochiq ekanidan dalolat beradi. Ayniqsa AQSh prezidenti Donald Trampning aprel oyida Xitoyga kutilayotgan tashrifi doirasida Kim Chen In bilan navbatdagi sammit o'tkazilishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. AQShga nisbatan yumshoqroq ohangda gapirgan Kim Chen In Janubiy Koreya masalasida keskin pozitsiyani egalladi. U Lee Jae-myung ma'muriyatining yarashuv haqidagi taklifini aldamchi deb baholadi va Janubiy Koreyani bir millat toifasidan butunlay chiqarib tashlash bilan tahdid qildi. Biz eng ashaddiy dushman hisoblangan Janubiy Koreya bilan hech qanday ish olib bormaymiz, deya qo'shimcha qildi u. Ma'lumot o'rnida 2024-yilda Pxenyan Seulni o'zining asosiy dushmani deb e'lon qilgan. Ukraina front oldi hududlaridagi 4000 kilometr yo'lga dronlarga qarshi himoya to'rlarini o'rnatadi. Bu haqda Mudofaa vaziri Mikhail Fedorov ma'lum qildi. Rossiya masofadan boshqariladigan apparatlar yordamida Ukrainaning harbiy ta'minot yo'llari va front ortidagi bazalarga tobora chuqurroq zarba bermoqda. Dronlar shifoxonalar, infratuzilma obyektlari va fuqarolik transportini ham nishonga olmoqda. 2025-yilda ham dronlarga qarshi ko'plab to'rlar o'rnatilgan bo'lsa-da, ularga ehtiyoj yuqoriligicha qolmoqda. Fedorov himoya choralarini kuchaytirish va Rossiya dronlariga qarshi kurashish uchun byudjetdan qo'shimcha 1.6 milliard grivna, taxminan 37 million dollar ajratilganini aytdi. Himoya to'rlari dronlarning parraklarini ilib qoladi va ularning nishonga, qimmat texnika, harbiylar yoki tinch aholiga yetib borishiga to'sqinlik qiladi. Atigi bir oy ichida biz to'rlarni o'rnatish tezligini yanvar oyidagi kuniga 5 kilometrdan fevral oyida 12 kilometrgacha oshirdik. Bu harbiy logistika xavfsizligini sezilarli darajada yaxshiladi va frontdagi bo'linmalarning barqaror ishlashini ta'minladi, dedi Fedorov. U mart oyida kuniga 20 kilometr yo'lni yopishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Yil yakuniga qadar yo'llarda yana 4000 kilometrlik dronlarga qarshi himoya tizimi o'rnatish niyatidamiz, dedi Mudofaa vaziri. Shuningdek, Ukraina Rossiya bilan chegaradosh Xarkov va Sumi viloyatlari hamda Chernigov viloyatlarida mudofaa istehkomlarini qurishni ham tezlashtiradi. Jahon yangiliklarining eng muhimlarini Daryoda kuzatishda davom eting.